ertalab ham bo'libdi-yu. Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men yana o'sha Bilak. Yangi videoga xush kelibsiz. Bugun qanaqa video bo'ladi, umuman ham bilmayman. Xullas, videoni boshladik. Qishloqda hamma ko'chib ketgan. Hamma ekinlarni men o'zlashim kerak. Ko'rasizlarmi? Hammasini bitta do'stim bilan men qo'yaman. Bitta yetil. Unikini tozalayman, o'zi tozalaydi. U yosh bachcha bas. To'xta. Bitta boshqa bo'lish kerak. Hop, mana. Bo'ldi. Mana, bitta hech kim yo'q. It aytgancha do'stim ham ketgan. Ketmang. Qaytib ketdi. Qalaysan do'stim, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. O'zing qalaysan? Ha, yaxshiman. Hop. Tezkor yangiliklarga boraychi. Ya'ni o'zim uyimga tezkor yangiliklarga deyapti. Hop. Faqat 29-chi qishloqqa o'g'ri tushdi. Bilchil. Hammanikini o'zim tozalayman, bilasizlarmi? Mana yerda. To'klarni alayman bilan. Qo'lda olaman hammasini voydi. Men bechora qo'lda olaman yo'q. So'kinishni nasmi deb deganlar juda zo'r tushunaman. Hop, bu kartoshka edimi? Yo'q. Sabzaki. Bitta kartoshka ekamiz. Bitta. Umidlar. Buni ekib bo'lmaydi-ku, bunday qilib. Mana uni o'zim qilaman. Shuncha narsani o'zim qilaman. Hech kim menga yordam bermaydi. Men tanisa do'stim o'tiradi. Menga yordam bermasdi. Do'konchi ham ketgan. Yopmay ketgan, pashsha kirmaydi deb. Yaxshi. Endi anetdan hammasini yeb bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Xo'p, hammasini qilibman. Anetga sandiqni tashlab ketdim. Hech kim olib ketmabdi, yaxshi ham. Ana. Yana bitta qishloqqa qoldik.
Yap. Ana hesabına. Yaxshi. Tomog'im og'rigan. Mani uyim emas. Ana bu mani uyim. Hop, do'stim telefon. Do'stim chaqirib qoldi. Hop, qishloqdan chiqdim. Bir toza havoda. Uy. Pullaringiz qal. Inangni ishlagan holda chiroyli so'kishni eshitib olasan hozir. Mama, inangning mayliga o'ralab yoqdi. Böyle. Ko'p so'kin vurdimmi? Oppoq negirlar. Ko'p so'kin vurdimmi? Kechiringlar. Ko'p so'kin vurgan bo'lsam. Hop. O'g'riyam o'ldi. O'g'riyam o'ldi hamaylar. Endi men uxlayman. Videoni ham tugataman. Ertalab ham bo'libdi-yu. Hammaga salom bo'lasizlar bilaman. Yana o'sha bilak. Yangi videoga xush kelibsiz. Bugun qanaqa video bo'ladi? Umuman bilmayman. Xullas videoni boshladik. Qishloqda hamma ko'chib ketgan. Hamma ekinlarni men o'zlashim kerak. Ko'rasizlarmi? Hammasini bitta do'stim bilan men qo'yaman. Bitta yetil. Unikini tozalayman, o'zi tozalaydi. U yosh bachcha bas. To'xta. Bitta boshqa bo'lish kerak. Hop, mana bo'ldi. Mana bitta hech kim yo'q. It aytgancha do'stim ham ketgan. Ketmaylik. Qaytib ketdi. Qalaysan do'stim, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. O'zing qalaysan? Ha, yaxshiman. Hop. Tezkor yangiliklarga boraychi. Ya'ni o'zimning uyimga tezkor yangiliklarga deyapman. Hop. Faqat 29-chi qishloqqa o'g'ri tushdi. Bilchil. Hammanikini o'zim tozalayman, bilasizlarmi? Mana yerda. To'kilanda amaliyam yo'q. Qo'lda olaman hammasini voydi. Men bechora qo'lda olaman yozdim. So'kinishni narxni deganlar juda zo'r, tushunaman.
Yoki kartoshka edimi? Yo'q. Sabzi. Vodka kartoshka ekamiz. Vodka. Umidlar. Buni ekib bo'lmaydi-ku, buni qilib. Mana men o'zim qilaman. Shuncha narsani o'zim qilaman. Hech kim menga yordam bermaydi. Nasa do'stidan o'tiradi. Menga yordam bermasdan. Do'konchi ham ketgan. Yopmay ketgan. Pashsha kirmaydi deb. Yaxshi. Endi anetdan hammasini yeb bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Xo'p, hammasini qilibman. Sandiqni tashlab ketdim. Hech kim olib ketmabdi, yaxshi ham. Ana. Yana bitta qishloq qo'ydik. Yaxshi. Tomog'im og'rigan, ma'lum emas. Ana ma'lum. Do'stim telefon do'stim chaqirib qoldi. Qishloqdan chiqdim. Bir toza havoda. Pullaringiz qal. Inangni ishlagan holda chiroyli so'kishni eshitib olasan hozir. Mama, inangni ko'rib yaxshi. Böyle. Ko'p so'kin vordimmi? Oppoq negirlar. Ko'p so'kin vordimmi? Kechiringlar. Ko'p so'kin vorgan bo'lsam. Hop. O'g'riyam o'ldi. Hamayla. Endi men uxlayman. Videoni ham tugataman.